Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli obunachilar, salomatmisizlar, charchaman. Namangan viloyati 3 tumani Yo'rqo'rg'on tumanidan inshaalloh. Mana birinchida buqamiz 62 yarimdan bor ekan bu. Ichkilar chiqdi bu? 616 kilo. 62500 so'mdan. Xudo xolasa to'liq videoni Abdurapuz YouTube kanalida ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Obuna bo'lishingizdan chiqadi mana. Xudo xolasa sizlar uchun bozorlarimizni to'liq yoritib beramiz. Chislamiz 2026-yil 14-yanvar hafta kuniga chorshanba. Bozorlarimiz